Shaharimizni markazidan 515 millionga 3 xonali uy topib qo'ydim o'rtoqlar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, juda ham ajoyib. Sum, ya'ni sensorkani yonginasidan 16-maktab bor oldida, 1-maktab, bir dunyo bog'cha bor bu yerda. Endi uyimiz bilan tanishib chiqamiz. Uyimizning holati o'rta hol. Hozirgi ko'rib turganimiz zal bo'ladi. Zalimiz juda ham kengish, remontlariga bitta baho berasizlar o'zlaringiz. Zalimizdan balkonga chiqsak bo'ladi. Balkonimiz 1,5 ga 6. Endi ikkinchi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz endi spanli deysizlarmi, detskiy xona deysizlarmi, nima desangizlar o'zingiz nomlab olasizlar. Eshiklari bor. Xonamiz ichma-ich ikkitasi, bittasi razdelniy. O'rtoqlar, har doimgidek xonamiz tuzilishini aytamiz. Asosiy eshigimizdan kirishimizdan chap qo'lda dushimiz bo'ladi. O'ng qo'lda mehmonxonamiz. Mehmonxonadan balkonga chiqsa bo'ladi. Endi bu yoqqa spanli xona yoki detskiy xona deb nomlab olsangiz bo'ladi. To'g'rida yana bitta xonamiz bor, 3-xonamiz. Endi 3-xonamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu xonamiz ham chiroyligina, kengina ekan. Remontlari endi ancha vaqt bo'lgan remont qilinmaganiga o'zingiz uchun bitta remont qilib olasiz. Narxiga botda, mana. Faqatgina mana bu mebelimiz qoladi, ko'rganingiz u yoqdagi mebelimiz qoladi. Qolgan hamma narsa pustoy holatda topshiriladi. Endi kuxnyamizga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek bu kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamizda ham kuxnya mebellar qoladi, qolgan narsalar ketadi.